Aziz yoshlar va bilimdonlar, tarix mahkamasi qanday savollar beradi? Tarix maddoh shoir va maqtovchilardan she'rining vazni to'g'ri bo'lganmi deb so'ramaydi. Tarix undan shunday so'raydi: bolalar roketlar, to'plar, tayyoralar bombasi, o'qlar ostida halok bo'layotganda sen nima yozding? Ayollar beva, bolalar otasiz, onalar bolasiz qolayotganda sen kimni qahramon deb atading? O'ylar talanayotganda kim uchun olqishlar chalarding? Faqir yosh jangga yuborilayotgan paytda rahbarlarning farzandlari qayerda edi? Qurbonlar, shahidlar, chorasiz g'ariblar adolat talab qilganda nega ularni sukutga chaqirding? Qonni atir, mag'lubiyatni fatha, xiyonatni maslahat va qotilni nijotkor deb atash uchun qancha pul olding? Bu savollar o'ch, intiqom, xusumat uchun berilmaydi. Ular tarixiy xotiraning asos poydevorlaridir.